Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatdagi video Urganch shahridan yangi qurilgan 9 qavatli binomiz 8-qavatida hamma sharoitiga yangi ta'minlangan 2 xona kvartiram sotib ochildi. Kvartiramiz 56 metr kvadrat, balkonlari bilan 60 metr kvadrat ekan. Xullas bir podyezddan iborat. Ko'rishingiz mumkin. Podyezlarimiz ham keng. Bu lokatsiyadagi eski Didor to'yxonaning o'rnida qurilgan domsa. Besetkami, bolalar o'yingohlari, eng asosiy hammamizga yoqadom. Bo'lsa nodimiz begona girmaydi. Qaroli bor, har kimda bir jetoni bor. Qarollarga yili jeton orqali girib chiqadi ekan. Podyezlarimiz ham kodli. Xullas mansard ham 10-qavat desak ham bo'ladi. Har bir domda mansard 1, 2, 3 bu yerda 7-8 ta dom qurilgan, shu domda joylashgan ekan bularimiz. Podyezimizda 5 xonadan iborat. Eshiklarimiz ham go'shangina panoramik katta hajmli eshiklar. Yine podollar ham bor, har kimda bir. Yine kengligi, geç bo'lsa ham yine shurtimiz divizyon datchlar qo'yilgan, kameralar bilan jihozlangan. Chap tomonda xonadonimiz, liftimiz. Berimizda şimdi o'ng chap ketilarida bo'lamiz. Dum go'zal. Sohil Plaza kompaniya qurgan domlarimiz ekan. Esa obunachilarimiz ichalari bilan chiroyli batafsil tushuntirib o'tsak ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb ketamiz. Gaz yutulangan. Hurmatli mijozlar, kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, 8-qavatga chiqdik. U kishi 9 qavatdan iborat plus mansard ham bor. 10 qavatdan iborat ekan dedik bo'ladi. Liftlar ishlab turibdi. Lokatsiyamiz eski Didor to'yxonasida qurilgan domimiz. Sohil Plaza mesaj chekmagan firma qurgan ekan meni. Xullas zo'r. Benim seni xalasansa zal, xalasansa spalni, balkona ega. Boy yaxshidan topli pol 100% oyoq tilamiz egasi kafelurga sanuzillar ham podключ bitgan ekan. Koko firmaning unitazi, vannamiz bir yanli, o'tamasa rakonat qurilgan. Oshxonamiz ham yine go'shaklar odam yashalma. Gaz kelib turibdi, ko'p dolmada gaz muammo. Hozir kundan mendiki gazi bor ekan. Xullas, narx-navzana qiziqsangsizlar, ekranda nomerni yozib qo'ying. Bemalol aloqa qilsangiz ham bo'ladi bo'lamiz. Eng asosiy yana bir lokatsiyasi Import Optim Didor guruhini yonindagi. Esa telefon aytaman 88 530 aloqa chiqsa. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.